Salom do'stlar. Menga kir yuvish mashinasini olib kelishdi, Shivaki modelli. Buni reduktor qo'yish kerak. Hozir sizga ishlatib ko'rsataman. Ajimi ishlab turibdi. Ishlab turibdimi? Mana. Kimning kir mashinasida ana shunday tovush chiqsa, darhol ana shu reduktorni qo'yish kerak. Hozir razburka qilib ko'rsataman. Ketma-ketlikda razburka qilib ko'rsataman. Ana shunday qilib tovush chiqarsa qo'yish kerak bo'ladi. Agar vaqtida qo'ymasa, boshqa joylarni buzadi. Bu reduktorning buzilishining sababi nagruskaga ko'p tushirgan, ko'p kir yuvgan, shuning uchun buziladi. Reduktor ana shunday qilib tovush chiqarsa, ichindagi shestranalari buziladi. Reduktorni remont qilib bo'lmaydi. Toza reduktor qo'yamiz. Mana shunday qilib ishlataversa, ichiga suv o'tib ketadi, motorga suv tushib, motorni kuydiradi. Yetish uchun mana bu vintlarni bo'shatib chiqamiz. Samarezlarni mana bu yerda, mana bu yerda buni sindirishibdi, mana bu yerda yo'q. Keyin mana bu nasozini bo'shatib turamiz, pompasini mana. Mana bu pompa deb aytiladi, reduktor mana bu. Reduktor deb mana buni aytiladi. Remellarni yozdiramiz, hamma narsani. Mana bu klapanlarni yozdiramiz, shlankalarni, simlarni yozdiramiz. Bo'lmasa buni qo'yib bo'lmaydi. Ko'p vaqtni talab etadi bu remont. Sizga asta-sekinlik bilan ko'rsataman. Mana bu 6 gram ключ bilan yechiladi. Buni o'zlari remont qilamiz deb yetishga urinib ko'rishibdi, ammo granani keltirishibdi. Mana ko'rib turganingizdek, granani keltirishibdi. Bir amallab chechamiz. Mana bu knopkalarni yechib olib turamiz. Bo'lmasa mana bunday qilib sinadi. Bu avval singan ekan. Hozir yechib olib ko'rdim. Mana bu disk ostsillator deb aytiladi. Shuni ham albatta yechish kerak, bo'lmasa reduktor yechilmaydi. Mana diskni yechib oldik. Mana ko'rganingizdek reduktor o'ynab yotibdi mana. Yaxshilab e'tibor bersangiz mana. O'ynab yotibdi. Mana do'stlar, reduktorni yechib oldik mana. Reduktorning ahvolini qarang. Buni o'zlaricha avval remont qilishga urinishibdi mana. Germetik surtilgan, silidon surtilgan yo'q. Do'stlar, bu narsa remont qilinmaydi. Remont qilinadi. Oshib ketsa 1 oy, 2 oy ishlaydi. Vechni emas bu. Kim nima desa desin, bu narsa remont qilinmaydi. Bu narsaning yangisi bor. Yangisi bo'lgani uchun ham buni olib tashlasak bo'ladi.
remont qilib urinib o'tirmanglar. Mana ko'rganingizdek, mana bu yerlarida stik bor. Mana ochilib yotibdi mana. Mana bu yerda salnik bo'ladi. Ana shu salnikdan suv kiradi. Suv kirib, reduktorga kiradi. Keyin reduktor uziladi. Mana yangisi bor. Yap-yangi. ikki ming yigirma birinchi yil ishlab chiqarilgan bu. Shuning uchun remont qilaman deb hech ham urinib o'tirmang. Ikkinchi, mana buni qo'yamiz. Mana shunday qilib. Ikkalasini tenglab ko'ramiz. Mana shunday qilib bir-birini tenglab ko'ramiz. Bunda albatta farq bo'ladi. Hamma reduktor bir xil emas, uzun bo'ladi. Uzun bo'ladi, kalta bo'ladi. Keyin mana bu yerda mana samolyot qotiradigan joylari bor. Bu 4 ta, 5 tasi bor, 6 tasi bor, ana shundaylari bor. Shuning uchun yaxshilab e'tibor berish kerak. Mana bu yangini qo'yamiz hozir. Mana do'stlar, remontimiz o'z nihoyasiga yetdi. Mana normalniy rejimda turibdi. Biz usiliniga qo'yishdan bo'ladi, normalniga. Yog'i sliv. Mana. Ko'rganingizdek, qo'l bilan ushlab bo'lmayapti. Bu video rolikni ko'rib turib oson ekan-ku deb hech ham o'ylab o'tirmang. Agar bir joyda noto'g'ri ish qilsangiz, toza zapchastni buzasiz. Xayr do'stlar, kanalimga obuna bo'ling.